Hozir 3 kun 4 kun ovqat yemedim. O'shandan 14-yil og'ridi. Keyin shunday aytdi, bir oy qoldi umring, uylasan dedi vitimga. Ana jag'ga so'ng keladi, lekin hech yerda to'xtovsiz og'riq bor. Yesnasam og'riydi, aksirsam og'rib ketadi. Doktorjonimga rahmat. Mana sog'ayib uyga ketyapman. Sizlar shu yerga kelib davolanib kelishlaringizni so'rayman. Qo'rqmasdan, ikkilanmasdan kelingizlar. Doktorimga mana Xudoga shukr, sog' omon bo'lib ketyapman. Rahmat hammalaringizga. Borlaringizga shukr, doktor. Qaysi tomonda bo'lyapti? Ana shu yerda. Pastki jag'ingizda? Ana shu yerda. Ana shu yerda bor. Keyin mana yerdan ham beradi. Boshlanganiga qancha bo'ldi? Boshlangan 14-yil og'ridi. 14-yil og'ridi. Lekin qollarda roddomda ishlaganman, hamshira bo'lib. Dorisini yeb ishlayverardim-da. Keyin blokada oldim. Samarqanddan. O'shanga qo'ydi yana. 9 oy qo'ydi. Hozir 3 kun 4 kun ovqat yemedim. Kechqurun ovqat yerdi qizlarimiz. Yarim hali suvdan ichdim. Meni farzandlarim o'ldi 3ta. Qaytma. Qattiq stressga tushdim. Kuchli og'riq bu yerdami yo? Ana shu yerda. Ishlarga, tilga ham keladimi? Har zaman keladi, hozircha yo'q. Mana jag'ga so'ng keladi, lekin hech yerda to'xtovsiz og'riq bor. Guljon opa, hozir blokadalarda qachon oxirgi marta blokada oldingiz? Kecha anada fevralda oldim-da. Fevral oyida ro'zani boshlagan. Ro'zani 9da bordim, 16da keldim. Yordamlashingiz doktorjon. Hozir ovqat ham yeyolmay qoldingizmi? Yo'q. Necha kundan beri ovqat yemayapsiz? 3 kun bo'ldi. Kecha shu yerda yarim piyola suvdan ichdim. Yesnasam og'riydi, aksirsam og'rib ketadi. Nima uchun boshingizda ochib operatsiya qildirmadingiz? 4 ga bo'laman deydi. Hop. Odam qolammi 4 ga bo'lsa, doktor? Bu bemorimiz Safarova Gulnor opa, Payariqdan kelgansiz. 69-yil. Samarqand viloyati Payariq tumanidan shu uchoqli nerv nevralgiyasi bilan 12 yildan beri og'riysiz. 2014-yil boshlandi kasallik sizda. Qanday boshlandi kasallik? Nimalar qildingiz? Shuni aytib bersangiz bizga. Boshida qo'shnimizda tarziya bo'ldi-da, birinchi eslaganim shu. Kuni men tarziyada bo'ldim, kechqurun uyga keyin osh qildim, ikkalamiz olib bordik. Keldik, osh yedik, uxladik. Soat 1 ekanda bitta mashinaning ketyapti, mana og'riq. Na karbamazepam bor. Hech nima yo'q-da. Og'riq qoldiruvchi. Tishim og'riyapti o'yladingiz. Men tishimdanmi deb ham o'yladim. Lekin yuzimdan berayotgan bilim, men shu yerdan berdi-da. Shu yerdan shuni mana ketadi, o'yib ketadi. 2 minutlarga o'sha to'xtovsiz bo'ldi. 1 oy qoldi umring, 1 oy yashaysan dedi. Kalangda o'simta bor dedi. 2014-yil. 2000. Mana shu o'lasan dedi. 1 oy yashaysan dedi. Men nima bo'lsam bo'ldim. Hali qiz chiqarmaganman. Endi barib tugadi hayot deb o'ylayman. O'zim tibbiyot xodimiman. Necha yildan beri ishlaysiz tibbiyot xodimi bo'lib? 32 yil ishladim. Nima qilib? Bu yer Toshkentda qiladi yoki Ukrainada dedi. $35,000 dedi. Qanaqa operatsiya qilamiz dedi. Kallang 4 ga bo'ladi dedi. O'lsam ham 4 ga bo'ldirmayman dedim. 3 kundan beri kecha ertalabda chaqirsam 3 kundan beri ovqat yegan yo'q ekan, dalinasi tushib ketibdi dedi. Voy bu yemak. Malokani eridi, yana qiyon ketadi. Ormasa bo'l. Keyin hojatim yo'q. Yemayman, odam qimlatmasam kirdan og'riq qoladi. Shu menga ma'qul deyman-da. Og'risiz uxladim doktor. Og'risiz uxlab, og'risiz turibman. Men ancha vaqtdan beri og'riqlar qachon, ey Xudojon, men ham odamlarga o'xshab og'riqlar uxlab, og'risiz uxlab, og'risiz turay derdim. Mana operatsiyangizni hozir o'rnini ham videoga ko'rsatib qo'yaman mana. Mana shunda. Bizni ham yo'q operatsiyasi xudo xohlasa. Ana, berimga nimalar qilib turaman? Ro'mol o'rab ketamanmi? Yo'q, ro'mol o'rash shart emas. Tashqari havo yaxshi hozir, bahor. Xudo xohlasa endi ro'mol o'rab yurishingiz, o'zingizni ehtiyot qilib yurishingiz shart emas. Qo'rqmasdan kelsa bo'laver ekan, qo'rqinchli emasmi operatsiya? Aziz yurtdoshlar, mana men Payariq shahridan keldim, Samarqand viloyatidan. Kuchli og'riq bilan kelgandim, gapirolmadim, ushoqli nervim. Doktorjonimga rahmat. Mana sog'ayib uyga ketyapman. Sizlar shu yerga kelib davolanib kelishlaringizni so'rayman.
Korkmasdan, ikkilenmesden kengizler. Men ikkilenmedim, şu doktorga bor dedi. Şunday ihlas bilan keldim doktorumga. Mana Xudoga shukr, sog' omon bo'lib ketyapman. Rahmat hammalaringizga. Borlaringizga shukr doktor. Rahmat. Gelmese operatsiya. Yo'q, doktorjon, boringizga shukr. Bunaqa tasavvur qilmadim. Kecha shanba kuni mahallaga telefon qildim o'zimizga. Mahalladoshlar pul berishni to'xtatinglar. Operatsiyaga pul yig'ildi, mablag'. Biz Andijonga yo'l olyapmiz. Ertaga Xudo xolsa yo'lga chiqamiz. Omad tilab turinglar deb rahmatnoma aytdik. Ular shunday yozibdi, rahmat, yaxshi bo'lib keting, ilohim, o'mindamiz, duodamiz. Keyin kecha yozdik. Telefon qilib hamma so'rayapti bundan, men gaplashmam. Yaxshi operatsiyadan chiqdi. O'zi chiqib qo'ydimi hozir? Ovqat deyapti. Yo'q, ovqat yetgan ko'rsating dedi qizlar. Videoga o'tib ovqat degan tashladi. Biz ovqat deyapman, yana deyapti, yana ovqat dedim, kuladi. Ular ovqat yeydi, shunday olgan. Voy bo'ldi. Ayttirib qo'yaman. Ilohim sog'lik, salomatlik bo'lsin, dunyomiz tinch bo'lsin. Bola chaqalaringizlar rohatini, kamolini ko'rib yuringizlar, yuzlarga kiringizlar. Bizga o'xshab bemorlarni shifosini berib, o'ynab kulib ketish nasib aylasin. Allohim. Hamisha